Ukkalarimizda iPhone X telefonlari bor ekan. 65 yo'mkisli 64 talik. Holatlari yaxshi ekan. Face ID, Truton hamma narsalari ishlar ekan. Hech narsasi almashmabdi. Hali ochilmagan, yopilmagan telefoncha. Xo'p, o'zimizda iPhone 7 telefonimiz bor edi, 128 talik. Usilinli отпечатkalari ishlaydi. Kecha olib qolgandik. Hali obzor qilib ulgurmagandik. Ukalarimizga o'tib ketyapti. Xo'p, taplata qilib o'zlarini iPhone X telefonlarini olib qoldik. Bu telefonimizni sotuvga chiqazamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, do'konimizda turadi. Keyinchalik videosini qo'yib, batafsil ma'lumot beraman sizlarga. Bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. Chiroyli, yaxshi narxlarda qilib beramiz. Kimga shunaqa telefonlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Gagani ustaxonasiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Ishlaringizni tez va sifatli o'tirib berishga harakat qilamiz.